Nima ham derdik? Barselona mag'lubiyatga uchrayapti. Ishoninglar, bayram вообще. Kayf. Barsachilar yonyapti. Mazasi qochib qolyapti. Bunga sabab necha siradan beri yeb qo'yapti. Mazza bo'lyapti. Inshaalloh endi 20sida, 26sida bizning jamoamizdan yana g'alabalar kutib qolaman. Ayniqsa o'sha El Clasico'da Realni g'alaba qozonishini tilab qolaman. Shu qatori Realni muxlislari bo'lsa, shu jamoani hurmati bitta videoga, ayniqsa shu Real uchun chiqargan videolarimga like bosinglar jo'ralar. Barsachilar yonib o'lsin. Men bundan tashqari hali bundan keyinda Barsachilarni miyasini ega o'ylaydigan videolar chiqaraman, chunki bu Barsani Gineyda muxlislari hozircha jir qiladi, anaki yeb qo'ydilar 2 martalab. Nima qilasizlar, karri pur qilib, ha? Tak что, jo'ralar. Elga betiga a'zo bo'lmanglar, Realga a'zo bo'linglar. Mujiklar Realga a'zo bo'ladi, Realni поддержка qiladi. Sog' bo'lasizlar. Lewandowskiga o'xshagan muxlislari bor-da Barsani. Даже o'g'lim ham mana shu penaltini urib qo'yardi, bora Lewandowskining o'rnida bo'lganda. Yirtinglar bugun mana shu Barsani kiyimini, Barsachilar.